Assalomu alaykum. Hurmatli futbol muxlislari. Mana mikrofonlarimiz Samarqand viloyati Payariq tumani eski 9-safxoz hozirgi Madad MMTB hududidagi Ko'ktepa mahallasining o'yingohiga o'rnatilgan. Bugun prizovoy fondi mukofot jamg'armasi 1,6 million bo'lgan musobaqaning mana yakuni birinchi, ikkinchi o'rin uchun o'yin. Shammat qishlog'i bilan Chandir qishlog'i kurash olib borishyapti. Mana to'p bilan Chandir yigitlar. To'p bilan Chandir yigitlari. O'yinimizning ikkinchi daqiqasi. O'yin qoidasi buzildi. Hujumda Chandir futbolchilari. Hujumda Chandir futbolchilari. Futbolistlari maydonda. Jarima to'p belgilandi. Himoyachi o'yinga kirgizib berdi to'pni. To'pni Chandir futbolchilari egallab oldi. Hujumda Shammat o'yinchilari edi, futbolistlar edi. To'p bilan Shammat o'yinchilari. Himoyada Chandir yigitlari. Ama yana to'p bilan Shammat qishloq yigitlari. Hujumda Shammat yigitlari. Himoyada Chandir yigitlari. To'p u tomondan bu tomonga ushlanib qolmayapti. U tomondan bu tomonga. Mana hozir to'p bilan Chandir yigitlari, Shammat yigitlari, himoyada Chandir yigitlari hujumda. Ana endi hujumda Chandir yigitlari hujumda. yetgan bilan ko'tarman. Hop, aptaydim bor. Shammat yigitlari. Hujumda Shammat. Himoyachilar yaxshi o'ynashdi. O'yin qoidasi buzildi. To'p bilan Chandir yigitlari va qizil futbolkadagilar Chandir yigitlari. Oqdagilar Shammat yigitlari. Yigitlari Chandir himoyalanyapti. Chandir yigitlari. To'p qaytarildi. Himoyada Chandir yigitlari. Navbatdagi hujumni uyushtirishmoqchi. To'p bilan Eshonbon mana. O'yindan tashqari holat. To'p bilan Shammat.
Ana shu yigit ham, ana shu yigit ham to'pni qaytargan yigit ham legionerda. Hücumda Chandir yigitlari. To'p qaytarildi. To'p uchun kurash. Out. Chandir yigitlari tashlab beradi, o'yinga kiritadi to'pni. Hücum qaytarildi hozircha. To'p bilan hali ham Chandir yigitlari olib qo'yishdi to'pni. Shammat yigitlari. O'yin qoidasi buzildi. To'pni o'yinga Shammat o'yinchilari kiritib beradi. To'p qaytarildi. To'p yana Chandir yigitlariga kelib tushdi. Yana to'p bilan Shammat yigitlari to'p bilan. To'p bilan Shammat yigitlari. Hücum davom etadi, hücum. Chandir yigitlari himoyada yaxshi o'ynashyapti hozircha. To'p. Ana. Darvozabonga gap yo'q, Shammat darvozabon. Menimcha endi turnirda eng yaxshi darvozabon menimcha Shammatlik bo'lsa kerak-ku. Jarima to'p belgilandi. To'pni Shammat futbolchilari kiritib beradi. O'yinga kiritib beradi. O'tiring. Darvozabon to'pni mushlari bilan chiqarib yubordi. Burchak to'pi. Mana turbina o'rnida foydalanyapti. Mana tomlar ustiga chiqib olgan mana. G'ulom videochi. O'yinga kiritib berildi to'p. Sal qolishga sal qoldi. Halla Hamidov aytganday mana. To'p bilan Chandirliklar. To'p qaytarildi. O'yinimizda 11-minutda davom etyapti. To'p bilan Shammat komandasi to'p bilan. To'p qaytarildi. Hujumda Chandirliklar, to'p qaytarildi. To'pga yana Chandirlik Zuhur degan yigit egalik qilyapti. Mana. Ketdi mana. Hujum uyushtirilyapti. To'p bilan Shammatlik yigitlar himoyachilar egallab olish to'pni. Noto'g'ri uzatma. To'p bilan Chandirliklar. To'p qaytarildi. Hujumda navbatdagi hujumda Shammat yigitlari uyushtirishyapti. To'p qaytarildi. Sal qolishga sal qoldi yana.
Mana oldu ya. Sal qolishga sal qoldi yana. Bu yerda to'pga qaramay olamiz ya. Top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Out. Chandirlik yigitlar o'yinga kiritish topdi. Moshli zarba bo'ldi top. Salahiddin akamni uli tepdi mana. Legioner futbolchi. Chandir sostavida legioner futbolchilardan biri. Ya raqam yo'q ekan. Salahiddin akam Taylaxovda o'g'li bo'ladi bu yigit. Turnirda Chandirda legioner hisobida qatnashyapti. Top o'yinga kiritildi. Hujumda shammatlik yigitlar. Sudya. Out. Jarima top belgilandi. Top bilan Chandirlik yigitlar. Olib o'yinga kiritib berishadi. Top o'yinga kiritildi. Yana bir marta out. Yana bir marta Chandirlik yigitlar. Top bilan shammatlik yigitlar. Top yo'qotildi. Hujumda Chandirliklar. Aytdim-ku, vratar zo'r dedim-ku. Vratarga gap yo'q, maharatiga gap yo'q. Top ushlab qoldi. Hujumda moment yo'qotildi. Yana top bilan Shammatlik yigitlar. Out. Shammatlik yigitlar topni o'yinga kiritadi. Top bilan Shammatlik yigitlar. Yana out. Yana Shammatlik yigitlar. Shammatlik legionerlari. O'yinda bo'lib turadi, ataylab qilgani yo'q. Top bilan Chandirlik yigitlar o'yinga kirgizib beradi hozir topni. O'yinimizda 16-minutda davom etyapti. Hisob haligacha ochilgani yo'q. Top bilan Shammatlik yigitlar. Yo'q, Chandirlik yigitlar egallab oldi. Hujumda Chandir. Tepadi endi. Top oldirildi. 7-nomerdagi Chandir komandasining legioner o'yinchisi hujumdan unumli foydalana olmadi. Xavfli hujum. Qaytarildi top bilan Shammatlik yigitlar. Premo o'ynaga boraydi.
Hücumda Şammatli yigitlar, Şammatli. Tamam. Sen borsa işine. Bora o'yna, so'ra, pro'zim qo'laysan ehtimol. Qayeri bolasi u? Talchuk, Spino. Qo'lni ishlatmanglar, qo'lni ishlatmanglar. Qo'lni tarvardi yelkasidan to'p bilan Chandirlik yigitlar. 4-raqamdagi legioner o'yinchisi Chandir komandasini. Tamam. Gördün mü tuttu? Acayip. Ya yok. Chandirli legionerlari. Gol. O'yinimizda hisob ochildi. O'yinimizda birinchi taym 18-minutida hisob ochildi. Shohzodxon yigit, Shohjahon degan yigit ekan. Hisob ochildi. Mana fayrlar ham yoqildi, fayrlar. Hujumda Shammatli yigitlar hujumda. Hujumda Shammatli yigitlar. Edi. Mikrofon kerak bo'lyapti-da. Chandir yigitlari. Молодец. To'p bilan G'iyos. G'iyos o'ni G'iyos. To'p bilan Chandirli 22-legioner hujumchilaridan biri, o'yinchilardan biri. Hujumimiz davom etyapti. Shohjahon. Qoyil lekin. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Buni Barselona o'yin davom etadi, o'yinimiz davom etadi. O'rtada hakam bor o'rtada. Zo'r, davay, ey. To'p bilan Shammat yigitlari to'p bilan. Zo'r. To'p bilan Shammat yigitlari. Himoyachilar to'pni qaytardi. Chandir yigitlar to'p bilan Shammatli yigitlar hujumni qaytarishyapti mana. To'p bilan Bobur. O'yin qoidasi buzildi. Jarima to'pi belgilandi. To'p bilan Shammatli yigitlar. Hujum qaytarildi, lekin to'p bilan Shammatli yigitlari. Yana hujum qaytdi, lekin to'p yana o'yin qoidasi buzildi. Chandirlik yigitlar o'yin qoidasini buzyapti. To'p bilan Shammatli yigitlar. Menimcha bu hujum to'g'ri tepmoqchi bu yigit. Qani ko'ramiz, qani. Oh. Yuqoridan o'tib ketdi tepilgan to'pimiz.
Legionerlar oldinda boryapti. Chandir komandasi. Qaytardi Shammatli yigitlari. G'iyos top bilan G'iyos Taylag'im Salohiddin akam duli. Salohiddin akam duli. Taylaqiblardan oilaviy futbol komandalar bor ularda. Taylaqiblar. Qani Shammat yigitlari. Top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Out. Topni Shammat komandasi o'yinchilari o'yinga kirgizib beradi. Yana outga chiqib ketdi. Shu bilan sekin-sekinlik bilan Shammat komandasi out bilan Chandir o'yin qoidasini buzdi Shammat yigitlari. Top jarima maydonchasida hujumda Chandir yigitlari, Shammatlik himoyachilar to'pni qaytardi. Yo'q, mana ay, olib qo'yishdi. Top bitta komandada ushlanib qolmayapti uncha uzoq vaqt. Top bilan yana Chandirli legioner himoyachisi Pastarxonli yigit. O'rtada sudya bor, o'rtada sudya ketyapmiz. Top bilan Chandir yigitlari olib qo'ydi to'pni. Top bitta komandada uncha ko'p ushlanib qolayotgani yo'q. Yigitlari 11-nomerdagi legioner o'yinchisi. Top qaytarildi. Shammatlik yigitlarda. Молодец. Молодец. Yaxshi o'ynadi. Shammatlik yigit ham. Lekin top outga chiqib ketdi. Topni Chandirli legioner futbolist o'yinga kiritib beradi o'yinchisi. Ana yana bir legioner o'yinchi kalla bilan top urardi. Olg'a. Sekinroq o'ynashga ehtiyot bo'lish kerak yigitlar. Top bilan xato tushunmadi, bir-birini tushunmadi hozir. Bir-birini tushunmadi Chandir yigitlari. Top bilan Shammat o'yinchilari, Shammat komandasining futbolistlari. Top hali aytganimdek, u komanda bu komanda ushlanib qolayotgan joyi yo'q. U komandadan bu komanda. Mana hozir ham shu ahvol bo'ldi. Top bilan Shammatlik himoyachilar. Yarim himoyachi. Ko'balda boryapti shu yigit, Ko'balda boryapti. Sudyamiz shu ustini o'zgartirganda bo'lardi-ki, qizil chalkash qolmasa bo'lgan edi. O'yin qoidasini Chandir yigitlari, Chandir futbolistlari buzishgan o'yin qoidasini. Shuning uchun jarima to'pi. Chandir darvozasiga qarab jarima to'p.
Чем могу помочь? Ha bu regbini varasasidan ham o'tib ketadigan ancha noaniq to'p bo'ldi. Ancha noaniq to'p. Komentator chiqib ketsa, o'zimni o'zim maqtab qo'yay bir. Komanda fanatliga qo'yadi. Yo, men fanat. Men hamisha qani. To'p bilan Chandir himoyachilari, shammatli yigitlar egallab oldi to'pni. Hujumda Shammat, to'p bilan Chandirlik yigitlar. Atvarad. Yo'q, qarab turinglar, girtaga. O'yin qizyapti. Ko'p. Isib ketdi. Chunki Chandir o'yinchilari bilan futbolkasi bir bo'lib qoldi hakamimizni. Hujumda Shammat, hujumda. Hujumda Chandir yigitlari hujumda tepadi bu. 2-0. Hisob 2-0 hisob. Hisob 2-0. Hisob 2-0 bo'lgan bilan Chandir osonlikcha g'alabaga erishyapti degan narsa emas bu. Out. To'p tashqariga chiqib ketdi, maydondan tashqariga. Out. Himoyada Shammatliklar. To'p qaytarildi, to'p. 2-0 degani bu hali g'alaba degani emas. To'p bilan Shammatliklar. Hujumda Shammatliklar. Hujumda Shammatliklar. Yo'q, jamoam tugadimi? Qaysi? Bor aka. 10 ta bor. Har vaqtda tugadey. Nega? To'p bilan Bobur degan yigit, Bobur Shammat o'yinchisi. Chandir o'ynaydi. Shammat to'p. Chandirlik yigitlar o'yin qoidasini buzdi. Chandir chopuvchilari. Voch necha qol? 11 daqiqa deb o'tdingiz. Azab bo'lyapti. 8 minut vaqt qoldi. Agar adashmadan. O'yinimizni 37-minutda davom etyapti. Hisob 2-0. Assalomu alaykum. Yo'q, Burchak to'pi. Shammatli yigitlar ichra o'yinga kiritib beradi to'pni. Qani ko'ramiz. Diqqat va e'tiborimizni jarima maydonchasiga qaratamiz. Qani. O, молодец. O, Chandir qishlog'ining legioner futbolisti to'pni qaytardi. Boshi bilan qaytardi. Молодцы. Hujum davom etyapti. Tamam. Hujum davom etyapti mana. Himoyachini ko'ryapsiz, birdan vihid deyapti. O'yinga yetmadi oyog'i. Zo'r G'iyos aka. Hujum qaytarildi. Hujumda Shammatli yigitlar. Qani birga bir aldab o'talarmi ekan shu yigitni? Menimcha o'yin qoidasi buzildi u yerda.
O'yinda 35-daqiqasi davom etyapti. Shammat futbolchilar hujumda. Out. O'yin tashqari. To'pni Shammat Chandr yigitlar o'yinga kirgizib berdi. Davud. İkinci rakamdagi. Mana 23-raqamdagi. To'pni Eshonbo'g'amga uzatdi. Haqiqiy Chandrlik yigit Eshonbo'g'am. 22-raqamdagi Hamroz degan yigit uzatdi. Hozir to'pni Eshonbo'g'amga. Himoyachilar yaxshi o'ynadi. Ana Chandrda yana bir legioner o'yinchisi to'pni boshi bilan qaytardi. Noaniq pas bu Shammatlik yigitlardan. To'p bilan yana Hamroz. Chandrda legioner futbolisti, bo'yi ham bir 1.82lar bor ekan. Hamroz lekin yiqildi, to'pni yo'qotdi. O'yin qoidasi buzilgan yo'q deb aytayapti hakam. Ajoyib aka. Lazzat. 23-raqamdagi Laziz degan yigit ekan. Yana to'p Hamrozda. Penalti. Shu yigit apasini o'ynayapti-da, shu yigit. Hujumda Shammatlik yigitlar. Yetilmaydi. To'pdan Chandrlik erkin to'p belgilandi. Chandrlik yigitlar. Hopa, al. Kalla qo'ymoqchi edim, qarasam yosh bitib qolgandi. To'p bilan Chandrlik yigitlar, Chandrlik. Mana 11-raqamdagi Chandr komandasini legioner o'yinchisi Pastarxondan keyin olib kelingan yigit. Kontrakt summasi aniq emas. Vaqtinchalik olib kelingan, kontrakt summasi aniq emas lekin. 4-raqamdagi bola ham Pastarxon yigiti. Kontrakt summasi uncha aniq emas u yigitlarda ham. Kontrakti sir saqlanadigan holda ekan. Chandrlik. Hozir ishqibozlar aytishdi hozir. To'p bilan Hamroz 22-raqamdagi. Davay. 11-raqamdagi legioner o'yinchisi Chandrda. Voy. Razrez jo'natuvdi. Hamroz o'yindan tashqari holatda qolib ketdi Hamroz. O'yinimizni 40-daqiqasi davom etmoqda. Hisob hali hamon 2-0. Shammat hujumga o'tmoqda. Shammat to'pga yetolmadi. Agar o'rtadagi hakamning soati to'g'ri yurayotgan bo'lsa, o'yin vaqtida to'xtalishlar bo'lgan yo'q lekin. Eshonbo'g'amda to'p, Eshonbo'g'amda. Kalla qo'yishdi, lekin boshqa tomonga kalla qo'yishdi. To'p bilan Zuqush. Asli Shammatlik, lekin Chandrda o'ynayotgan yigit. Kontrakt tuzilganda bo'ladi endi hozir. Yana shu Zuqush asli Shammatlik, lekin Chandrda o'ynayotgan bola.
terme ekan. Ha nima deyapman? Bu yerda Chandr bitta Eshonbon bor, agar adashmasam. Eshonbon olg'a. Ha, ikkita ekan, uzr, ikkita o'zlaridan futbolist bor ekan, qolgan hammasi butun jahondan yig'ilgan ekan. Samarqand viloyatidan. Eshonbon to'p bilan. Qo'zg'on! Hakam agar qo'shib bermagan bo'lsa, o'yinimizni 41-minutda davom etyapti. Shashshi! O'yinimizni 41-daqiqasi davom etyapti. Hujumda Shammat yigitlari hujumda. Ko'baldadi. Moloddes. Davom etamiz o'yinda. Hujumda Chandr. Kamal, takasa. Boshini tasha. Zo'r. Opa! Ber. Zo'r. To'p bilan Eshonbon. Ajoyib. To'p hamon Chandrlik yigitlarda. Bobur originalni qo'yib yubordilar Bobur. Bobur ham bala ekan, balo emas, bala ekan. Bu yotib oldi bu yerda. Hapsiga. Tuxum bor o'rtada. Buni orqangizda o'ngroq buni. To'p bilan Shammatlik yigitlar. To'p o'tdi, to'p. Top tozamsan. Boshlama, Kalasa ketdi. 3 minutda davom etyapti, 43-minutda. Ha, nechashta qo'shdi hozir? Ya hozir kallasidan tegdi, buni o'yinchisidan ketdi hozir.